Qanaqa qilib vebinarlar uchun Telegram kanaliga 50 mingta obunachi yig'ish mumkin? Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, nimalar qilish kerakligini, qanaqa bo'ladi, nech pul ketishini ham aytib beraman. Biz Telegram kanaliga 50 mingta odam yig'ishimiz kerak. Endi varonkamiz quyidagicha bo'ladi. Target kreativ. Undan odam saytga o'tadi, через sayt orqali Telegram kanaliga o'tadi. Shu hozirgi kunda vebinarlar uchun eng ideal varonka hisoblanadi. Endi biz Telegram kanaliga 50 mingta odam yig'ishimiz kerak. A nuqtamiz ma'lum, B nuqtamiz ma'lum, to'g'rimi? Endi biz hisob-kitob qilamiz. B nuqtadan A nuqtaga qarab orqaga yuramiz. Orqaga yurib, qayerda nima, nechta odam qayerga olib kirish kerak, nima qilish kerak va u bizga nechta pulga tushadi, hammasini o'tida shu yerdan hisoblab olsak bo'ladi. 50 mingta odam bizni Telegram kanaliga olib kirishimiz kerak. Saytdan biza 55500 ta odam chiqib ketsa, Telegramga qarab, biz borib 50 mingtasi podpiska bo'lar ekan, o'rtacha 10% keladida podpiska bo'lmay chiqib ketadi. 90% podpiska bo'ladi. Shuning uchun bizda join rate 90% bo'ladi. Men bozorda o'rtacha olib qaraganda lead rate 60%, ya'ni saytga 100 ta odam kirsa 60 tasi ro'yxatdan o'tib chiqib ketadi. Demak, biz 60% lead rate oladigan bo'lsak, saytga 92500 ta odam kirsa, shundan 55500 tasi Telegramga chiqib ketadi, borib 50 mingtasi kanalga obuna bo'ladi. Endi biz bilishimiz kerak, o'sha target kreativimizdan nechta klik bo'lsa, biz saytimizga 92500 ta odam nechta klik orqali kiradi, shuni hisoblaymiz. Endi bozorda o'rtacha visit rate 85%, 85% oladigan bo'lsak, bizga 115625 ta klik bo'lar ekan. Общий kartinkani siz bilan ko'rib chiqamiz. 115625 ta odam klik bossa, 85% visit rate orqali 92500 ta odam saytga kiradi. Visit rate degani, masalan, 100 ta odam reklamadan klikka bossa, 85 tasi saytga kiradi degani. O'rtada 15%, ya'ni 15 ta odam yo'qotilinadi bu yerda. 115625 tadan 92500 tasi saytga kiradi. Saytdan 55500 tasi ro'yxatdan o'tib chiqib ketadi-da, 50 mingta odam borib kanalga podpiska bo'ladi. Endi bu yerda inobatga oladigan yana bitta jihat bor. Har kuni Telegram kanalida chiqishlar ham bo'ladi. Masalan, har kuni odam qo'shilyapti, chiqishlar ham bo'ladi. Bu ham o'rtacha 10%. Masalan, siz reklamani 10 kun, 12 kun yoqsangizda 50 mingta odam yig'sangiz, o'rtacha 10% shu 10 kun, 12 kun davomida chiqib ketadi. Demak, sizda webinar vaqtigacha 45 mingta odam bo'lib qoladi. Endi siz menga savol berishingiz mumkin. Sen menga aytding, saytga nechta odam kerak, klik nechta bo'lishi kerak, Telegramga 50 mingta bo'ladi. Xo'p, mana shular nech pulga tushadi menga deb savol berishingiz mumkin. Men sizga aytaman. Taxminan bitta klik narxi 6 sent bo'ladigan bo'lsa, hozir shu kecha kunduzda menda ishlab turgan reklamalarim orqali men sizga ushbu raqamlarni aytayapman. O'rtachasi 6 sentdan tushadi. Agar unique outbound CTR 285 atrofida bo'lsa, sizda har bitta klik 6 sentdan tushadi. Demak, siz 6 sentdan har bitta klik sotayotgan bo'lsangiz, bizga nechta kerak? 50 mingta odam kanalga podpiska bo'lishi uchun 115625 ta odam kerak. Demak, 115625 ta odamni 6 sentga ko'paytirsak, $6937 bo'ladi. Bu taxminan $7000. Demak, siz $7000 reklamaga sarflasangiz, visit rate, lead rate va unique outbound CTR lar shunaqa ko'rsatkichda bo'ladigan bo'lsa, xudo xolisa siz Telegram kanaliga bemalol 50 mingta odam yig'ib olsangiz bo'ladi. Endi vajniy tomoni bor. Siz bilishingiz kerak, nechta klik bo'lsa, o'sha necha foizi Telegram kanaliga obuna bo'ladi. Men bu o'rtacha holatda hisoblab chiqib, hozir sizga ko'rsatayotganimda 43% chiqyapti. Ya'ni bizda 100 ta klik bo'lsa, reklamamizda siz bilsangiz bo'ladi, o'rtacha holatda ketayotgan bo'lsa, xuddi shu sifralarda 43 tasi borib Telegram kanaliga obuna bo'ladi va klik narxidan siz Telegram obuna narxini ham bemalol o'sha yerdan chiqarib olsangiz bo'ladi. Sizga hozir ko'rsatgan ko'rsatkichlarim bu bozordagi o'rtacha holat. Masalan, lead rate'lar hozir 60 ko'rsatyapman, ba'zilarda 30-40, ba'zilarda 80-85 gacha bo'lyapti. Men shuning uchun o'rtacha holatda oldim. Natijalar esa sizning ekspertiza taniqliligi va sizning mahoratingizga qarab o'zgaradi. Hozir mana ko'rayotganinglarda biz oxirgi ishlagan loyihamizga 49326 ta, ya'ni bu yoqda masalan biz lead soni-ku 55500 ta saytdan ro'yxatdan o'tib Telegramga chiqib ketganlar soni. Bizda shunaqa 49326 ta bo'lgan, 6 sentdan oshiqroq bo'lgan har bitta o'sha lead soni va $3279 evaziga shunaqa rezultat qilganmiz. Endi bu yerda unique CTR lar, lead rate, visit rate lar ancha yuqori bo'lgan. Xudo xolasa, oxirgi 2 yildan beri 30 tadan oshiq zapusklar bilan ishladik va o'sha 30 tadan oshiq zapuskka 1 million tadan oshiq Telegram kanaliga obuna yig'ishga muvaffaq bo'ldik. Agar sizga ham shunaqa natijalar kerak bo'ladigan bo'lsa, menga direktdan aloqaga chiqing. Xudo xolasa, sizga ham chiroyli shunaqa natijalar qilib beramiz.